Assalomu alaykum. O'tgan darslarda biz shu rasmda ko'rib turgan tarmoq modelini qurdik va virtual lokal tarmoqdagi kompyuterlarga query control yordamida avtomatik ravishda DHCP server yordamida IP adres berishni ko'rdik. E'tibor beradigan bo'lsak, bu tarmog'imizda 172.31.10.024 podsetka bilan IP larni berdik. Va mos ravishda mana shu podsetkaga bog'liq holatda virtual tarmoq kompyuterlar IP oldi. O'tgan darsda aytib o'tganimizdek, bizda asosiy tochkalar bor, ya'ni muhim tochkalar, nuqtalar. Bu nuqtalarga demak dinamik IP adres berish kerak emas, bu maslahat berilmaydi, sababi bularda qanaqadir servislar ko'tarilgan dedim. Misol uchun o'sha shlyuzni o'zi bu doimiy o'zgarmas bo'lishi kerak bu tochka. Ya'ni o'sha query control ko'tarilgan, mana shu query control mana shu tarmoq uchun shlyuz hisoblanadi. Tarmoqga mana query control ko'tarilgan. Mana shu tarmoqdagi barcha hostlar uchun chiqish tochkasi, barcha hostlar uchun chiqish tochkasi, ya'ni shlyuz bo'lib, aynan query control hisoblanadi. Bundan tashqari yana o'zgarmas tochka bor, bizda aktiv direktoriya ko'tarilgan 12 da va 13 IP da lokal tarmoqda ishlash uchun qanaqadir web service, web server ko'tarilgan. Query controlga kirish uchun, misol uchun administrator konfigurdan kiradigan bo'lsak, nima qilamiz? https 172.20.31.11 и 4081 portga kiramiz. Admin teramiz. Advanced Proset va admin salom 321. Mana kirdik. Keyingi darslarda ko'ramiz, query controlni nafaqat admin qismiga, balki oddiy foydalanuvchi sifatida ham kirishimiz mumkin. O'shanaqa holatlarda xohlaymizmi yo'qmi, aynan 172.31.10.1 adresga, yana 4081 port bilan kirishimiz kerak bo'ladi. Barcha foydalanuvchi aynan shu adresni terishi kerak bo'ladi, query'ni lokal tarmoqdagi IP'sini. Yoki bizda chizmamizda bor, e'tibor beradigan bo'lsak, 12 da misol uchun domen ko'tarilgan. Misol uchun meni holatimda bu AT markaz domen ko'tarilgan. Misol uchun aktiv direktoriyani ochadigan bo'lsak, tak domen ko'tarilgan, uni AT markaz, uni server manager. Lokal server ko'radigan bo'lsak, mana AT markaz domeni ko'tarilgan va mana shu domenga mos ravishda ma'lum bir foydalanuvchilar yaratilgan. Mana usersda mana user type ko'radigan bo'lsak, mana userda bakalavr, magistr degan foydalanuvchilar yaratilgan. Administrator guest bu pomalchani bo'ladi. Keyingisi web server. Bizda web server Linuxda ko'tarilgan. Ochadigan bo'lsak, lokal host ochadigan bo'lsak, mana qanaqadir shartli ravishda, endi Apache'ni o'zi ko'tarib qo'ygan, shartli ravishda mana shu saytimiz bor deylik. Mana o'sha saytimizni umuman mana shu web serverimizni tarmoqdagi adresi chizma bo'yicha ko'radigan bo'lsak, 13 berilgan. Direktoriyaga 12 berilgan. Kelajakda siz shunaqa qilmoqchisizki, foydalanuvchilaringiz mana shu servislarga mana shu IP adreslardan foydalanmagan holatda ma'lum bir
nom bilan kirish kerak. Misol uchun kirishingiz mumkin. Boya Kero Controlga ham aynan IP sini yozib 2.4081 admin bilan kiradi. Yoki bo'lmasa mana bu web serveri xizmatidan web servis bor. Mana shu narsadan foydalanish uchun oddiy misol uchun administratorni kompyuterini oladigan bo'lsak, administratorni kompyuterini mana bu yerdan ham kirishingiz mumkin. Endi lokal tarmoqdagi IP sini yozasiz. 172.20.31.13. Aynan web servisga lokal tarmoqdagi IP si yordamida kirdik. Endi IP bilan kirish bu juda ham noqulay. Misol uchun keyinchalik shunaqa bo'lib qolishi mumkinki, o'tgan darsga o'xshab lokal tarmog'i siz podsetini umuman o'zgartirishingiz mumkin. Shunaqa holatlarda misol uchun ishxonangizda 500 ta, 600 ta, 1000 talab inson ishlashi mumkin va kundalik ravishda ular kompyuterlardan foydalanishi mumkin. Mana shunaqa servislarga kirish uchun ularga har biriga e'lon qilib chiqish kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bu servis manzili o'zgardi, demak boshqa IP bilan kirasizlar deb e'lon qilish va foydalanuvchilarni misol uchun salohiyatini ko'radigan bo'lsak, hammasida har xil bo'lishi mumkin. Bu narsani tushunmaslik mumkin. Mana misol uchun oladigan bo'lsak, ns lookup misol uchun google.com deydigan bo'lsak, mana Google IP larini olib berdi bizda. Misol uchun 74 125 31 139 da. Siz google.com yozmaysizda, misol uchun brauzer aynan mana shu IP ni yozadigan bo'lsangiz, murojaatingiz Google ketadi. Ya'ni bu foydalanuvchilarni har bitta zapros qanaqa saytga kirishingizdan qat'iy nazar birinchi DNS ga boradi, DNS dagi zapislar bo'yicha keyin sizga qaytadi. Lekin siz misol uchun bir kunda 10 ta, 100 talab saytga kiradigan bo'lsangiz, har bitta saytni NS adreslarini eslab qolish juda qiyin. Misol uchun o'sha IP to'g'ri misolda oladigan bo'lsak, 4 tadan aktiv bo'ladigan bo'lsa, 10 ta saytga kiradigan bo'lsangiz, 40 ta nomerni aynan o'sha ma'lum bir tartibda, misol uchun o'sha Google-likni ko'rdikmi? Misol uchun siz Google aynan mana shu adresga kirishingiz kerak. 139 131 o'rni almashib qoladigan bo'lsa, u boshqa servisga ketib qolishi mumkin. Bu foydalanuvchiga noqulaylik tug'diradi. Foydalanuvchi buncha ko'p informatsiyani saqlab qola olmaydi. O'shaning uchun lutchi google.com nomidan foydalanadi. Xuddi shunaqa holat sizni lokal tarmog'ingizda ham bo'lishi mumkin. Misol uchun oladigan bo'lsak, misol uchun mana bu yerda 13 ta qanaqadir web servis ko'tarilgan. Mana shunaqa web servisga IP emas, qanaqadir nom bo'yicha kirish kerak. Mana bunaqa holatlarda lokal tarmoq uchun lokal DNS lardan foydalangan ma'qulroq. Demak, biz lokal tarmog'imizda ko'p foydalanilgan qanaqadir web serverlar uchun ma'lum bir nom yoki bo'lmasa oddiy qilib aytadigan bo'lsak, DNS nomlarini sozdat qilishimiz mumkin. Buning uchun biz demak DNS bo'limiga kiramiz. Kero Control adminskiy qismidan va bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, lokalniy poisk DNS lokalniy poisk DNS bo'limida ana pravka bo'limiga kiramiz. Mana bu holatlar ochilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, 127.0.0.1 ga demak o'sha Kero'ning updatelari yoki qanaqadir aktivatsiyalari qo'yilgan. Ya'ni bu degani zapros mana shu servisni o'zidan chiqib ketmaydi, ya'ni internetga chiqib ketmaydi degan. Demak, biz chizmamizga e'tibor beramiz. Mana 172.31.11 uchun misol uchun Kero lokal nomidan foydalansa, IP emas, imini mana shu nom bilan foydalaniladi. Web servis uchun misol uchun testuz.local nomidan foydalanamiz. Yoki bo'lmasa bizda Active Directory ko'tarilgan AT markaz o'zi bu bor. Demak, bu nastroykamizni boshlaymiz. Birinchi web server uchun, mana shu web server uchun testuz.local nomidan foydalanamiz. Qaysidir foydalanuvchi, ixtiyoriy foydalanuvchi misol uchun mana bu yerga kirib, misol uchun 172.20 31 10 misol uchun 3 nomidan emasda, mayli 31 13 deylik, mana shu servisga kirib turibdi. Lekin misol uchun test.uz.local deydigan bo'lsak, bu yerda murojaatimiz umuman boshqa saytga ketib qolyapti. Google naqasiga murojaat
Mana bizning murojaatimiz umuman Google qidiruvga ketib qoldi. Misol uchun mayli http misol uchun test lokal deylik. test.uz.local. Mana murojaat yo'q, hech qanaqa murojaat yo'q. Xuddi shunaqa holatda bu talabani kompyuterdan ham foydalanishimiz mumkin. Tak. Так, ana http test uz.local. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ham murojaat ketmaydi. Keyin boyagi IP bo'yicha 172.31.13 ga murojaat beradigan bo'lsak, mana bunda ham demak o'sha web serverda ko'tarilgan qanaqadir sayt yoki servisni ochib berdi. Mana buning uchun yana nima qilamiz? Nastroykaga o'tish uchun yana admin kompyuteriga qaytamiz. Tak. Mana adminning kompyuteriga qaytamiz va administratorda demak o'sha Kerio kontrol ochilgan. Mana bu yerga yozamiz. Nima yozamiz? Misol uchun bizda o'sha web servisimizning adresi qanaqa? 172.31.13 adresda turibdi. 3 adresda turibdi. Mana bu yerda test uz.local deyman. Yoki bo'lmasa, mana bu yerda description, ya'ni описание qanaqadir izoh yozib qo'yishimiz mumkin. Web service. Okay. Применить bo'limini bosamiz. Endi mana shu narsani kuchga kirish uchun mana bizda bunaqamiz bor. Misol uchun talaba bor. Yana kim bor? Mana bu yerda talaba bor, xodim bor. Tak. Mana test uz lokal deydigan bo'lsak, u murojaat ketmaydi. Komanda strokada ochamiz-da, komanda strokani ochib ipconfig /flush dns, ya'ni to'g'ri yozilishini o'qiydigan bo'lsak, flush dns yoziladi qo'shib. Bu bo'ldi. Mana tozalab tashladik dns ni. Endi kiradigan bo'lsak, mana kirdi bu. Kerio kontrolda ham misol uchun foydalanuvchilar kirganda avtorizatsiyadan o'tmoqchi bo'lsa 172.31.11 dan emas, misol uchun Kerio lokal nomidan foydalansin. Buning uchun nima qilamiz? Добавить, ya'ni Kerioni adresi, lokal tarmoqdagi adresi nechi? 31.11. Kerio.local. Mana Kerio control. Mana shu nomdan nima qilamiz? Foydalanamiz. Okay. Bu yerdan misol uchun chiqib ketamiz. Выход из системы. Bo'ldi, buni yopsak ham bo'ladi. Этот ipconfig flush dns va bu yerda yozamiz. Kerio.control. Zo'r. Yozamiz Kerio.local. Bunga demak https bilan kirishimiz kerak. https necha? Tak, portimiz 4081. Mana shu bilan nima qilishimiz kerak? Mana kirishimiz kerak. Biz IP bilan emas, imonni demak shu nom bilan kirdik. Yoki bo'lmasa boshqa klientlarni oladigan bo'lsak ham, talaba sizda tak. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bitta narsa qilishni unutdik. ipconfig flush dns demak https kerio lokal 4081. Так.
Mana login oynasi ochildi. Endi bu bilamsiz boyagi holat. Buni yopib mana endi keyin anaqasiga qaytsak ham bo'ladi. Mana administratorga ham yoki bo'lmasa o'sha mana administrator qismiga mana admin demak salom 321 admin qismiga o'tdik. Portini ham yozib o'tirmaysiz bu holatda. DNS nomlarini yaxshi tarafi nimada? Misol uchun keyinchalik siz lokal tarmog'ingizni IPsini o'zgartiraman desangiz, boyagida aytganimdek, yana misol uchun foydalanuvchiga aytib chiqish kerak. Lokal tarmoq IPsi o'zgardi, demak avtorizatsiyadan o'tish uchun yana 172, misol uchun 20.20.1 adresiga kirish kerak deb misol uchun e'lon qilishingiz kerak. Bu noqulay. Faqatgina lokal tarmog'i o'zgartiraverasiz. Misol uchun interfeys bo'limiga o'tadigan bo'lsak, lokal tarmog'i o'zgartiraverasiz, lekin DNS da ham faqatgina o'ziz mana bu yerda o'zgartirib qo'yasiz IP ni. Nom qoladi. Foydalanuvchiga demak admin qilayotgan qanaqadir o'zgarishlar sezilmasligi kerak. Ya'ni sizni harakatlaringiz natijasida foydalanuvchilarga qanaqadir noqulaylik kelib chiqishi kerak emas. Bu demak eng asosiy sizni esingizda saqlashingiz kerak bo'lgan qoidalardan bittasi. Bo't mana shunaqa nomlarni berdik. Yana bundan tashqari bizda e'tibor bergan bo'lsangiz, atmarkaz.uz degan naqamiz ham bor. Aktiv direktoriyamiz ham bor. Ba'zi paytda atmarkaz.uz deb domenga bog'lanaman desangiz, sizda xatolik berib qolishi mumkin. Bu har doim ham bermaydi, ma'lum bir istisno holatlarda berib qolishi mumkin. O'shanaqa holatda DNS ga demak o'sha atmarkazni ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Mana atmarkaz o'z domeni ham, ya'ni necha 172 31 12. Ana bu yerda atmarkaz yoki atmarkaz variantlar sifatida ham berishingiz mumkin. markaz.uz mana shunaqa holatda ham nima berishingiz mumkin mana. Okey. Bo'ldi. 1 minut. DNS oldik. Mana talabaga o'tamiz. Flash DNS mana ping 170 uzr. Mana atmarkaz.uz deydigan bo'lsak, murojaatimiz 172 31 12 ga ketadi. Demak, domenni ham bemalol qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Yoki mana qo'shadigan bo'lsak, mana bu yerda uzr. Kompyuter svoystvasidan mana bu yerda change domain misol uchun atmarkaz deb olishingiz mumkin. Mana domain atmarkaz qo'shib, demak ishlatishimiz mumkin. Demak, biz bugungi darsimizda DNS nomlaridan foydalanishni ko'rdik. Bemalol biz demak ushbu darsimizda DNS larning nastroykasini ko'rdik. Ushbu xizmat demak sizda lokal tarmog'ingizni boshqarishingizda juda ham qo'l keladigan servislardan bittasi hisoblanadi.